Podpolkovnik Rahmonovga nisbatan jinoiy ishning mantiqsizligi shundaki, mutlaq axloqiy fazilatlarga ega bo'lmagan o'g'rilar, xoinlar va jinoyatchilar o'z vataniga halol va sadoqat bilan xizmat qilgan ofitser ustidan ko'rgazmali mahkama jarayonini tashkil etishgani. Podpolkovnik Rahmonovning ishi har bir halol va vatanparvar harbiy xizmatchilarga Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida ular uchun o'rin yo'qligi to'g'risida saboq bo'lishi kerak. O'zbekistonda Davlat xavfsizlik xizmati harbiy aksilrazvedka boshqarmasi podpolkovnigi Valijon Rahmonov ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Mirziyoyev rejimi podpolkovnik Rahmonovni AQSh foydasiga josuslikda ayblamoqda. Dastlabki tergov bosqichida ham, sud jarayonida ham Valijon Rahmonov unga qo'yilgan ayblovlarni butunlay rad etgan. Qo'yilgan ayblovlarga iqror bo'lishi uchun O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tergovchisi Javahir Karimov bir necha oy davomida podpolkovnik Rahmonovga nisbatan jismoniy va ma'naviy qiynoqlarni qo'llab kelgan.